davolash ishi yo'nalishida nimalar o'rganiladi? Ushbu yo'nalish talabalari ham nazariy, ham amaliy chuqur bilim olishadi. O'quv dasturi quyidagilardan iborat. Fundamental tibbiy bilimlar. Odam anatomiyasi, fiziologiyasi, patologiya va farmakologiyadan boshlang'ich bilimlar olinadi. Klinik fanlar. Bunga ichki kasalliklar, jarrohlik, pediatriya, akusherlik va ginekologiya hamda yuqumli kasalliklar haqidagi bilimlar kiradi. Birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish bu shoshilinch holatlarda, baxtsiz hodisalarda va reanimatsiya vaziyatlarida birinchi yordam ko'rsatish ko'nikmalarini egallash degani. Amaliy ko'nikmalar, ya'ni ukol qilish, tomchilatib dori yuborish, jarohatlarni bog'lash, bosimni o'lchash va EKG olish kabilar kiradi. Feldsherlik yo'nalish talabalari ushbu fanlarni va ko'nikmalarni mukammal egallashlari uchun Registon tibbiyot texnikumida barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Yo'nalish haqida batafsil ma'lumot olish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring.